Men qancha yoshlar uchun, xalqim, yerim uchun harakat qilsam, bahri dilim ochilaveradi. Yo'limdagi qiyinchiliklarga qaramasdan faqat olg'a shiori ostida ishlayman. Aldığa deb ishlaydi. Uy qishloqqa toza suv olib kelgan, ijtimoiy muassasalarda sharoitlar yaratishda qo'ldan kelgancha yordam bergan, yo'llarni yorug'lattirgan, xalq g'amini o'ylagan lider ayol, qishloq kengashining 3 karra deputati, qahramon ona. Jamila opa nasosni yurgizish bilan qishloqdoshlari chelaklarni ko'tarib kela boshlaydi. 15 yildan beri qishloqda kuniga 2-3 soat suv beriladi. Bu жаққа айдап бергенімізде мұрда центробежный насос менен жөнөтүп турган мелге сууду. Avval oddiy nasos bilan xalqqa suv berar edim, biroq u juda tez buzilar edi. Keyin kuyovim ikkimiz bu yerda 50 tonnali rezervuar qurib, uni ichiga yana 10lik nasos o'rnatdik. Rezervuарды qurib turib, o'shaning ichiga dag'i 10lik nasos qo'yib turib, aydaganmiz. Jamila Pazilova Botken tumaniga qarashli Bo'zbuloq qishlog'ida yer ostidan toza suv tortib kelgan. Ayni vaqtda u qishloqning yarmini toza suv bilan ta'minlagan. Bir ko'chada bor edim. 5 yashar, 10 yashar bolalar suv olib жатыптыр да. Suvda turishadi. Bir kuni shu ko'chadan o'tayotsam, 10-15 yoshdagi bolalar suvga navbatda turgan ekan. Keyin 5 yoshdagi bola uyga yugurib kirdi va oyisiga "Oyi, Jamila opa suvi chiqdi" dedi. Keyin suvni bolalar "Bu Jamila opani suvi der ekan" dedim. Ertasi kuni bolamga suvni beraveraylik desam, "Oyi, bu ozroqdan beramiz deyotgandingiz-ku" dedi. Men xalqqa suvdan qiynalyapti, shuning uchun endi doim beramiz dedim. Shundan beri suvni uzluksiz berib kelamiz. Sebebi el suudan кыйналган. Поливка дагы жок. Анан таза суу дагы жок болсо, элде кандай жашоо болот? Мен ошонун баштап эле ушу элге үзгүлтүксүз ушу сууду берип келетем да. Jamila opa rahbarlik qilgan Jonbuloq toza suv xususiy ishxonasining 780 nafar a'zosi bor. Har bir oila suv uchun oyiga 50 so'mdan to'laydi. Bu pullar ta'mirlash ishlariga, elektr energiya hamda ishxonadagi 2 xodim uchun oylik qatori beriladi. Таза суу болгондон бери балдардын оорусу, айрыкча жаш балдардын оорусу чоңдорго караганда балдары көбүнчө жерден. Toza suv kelgandan beri yosh bolalar orasidagi kasalliklar ozaydi. Qorin og'rig'i, sudirgi, sariq kasalliklari bularning barchasi kir qo'llar va iflos suvlar sababli yuzaga keladi. Toza suvni bizga katta yordami tegdi. Suvni olisdan olyapmiz. Bizning kasalxonamizda ham sharoitlar yaratila boshladi. Биздин өзүбүзгө дагы эле, мына больницага дагы эле мындай удобство болот да, таза суу болгондон кийин ташып эме кылбай, эшигибиздин алдынан эме кылабыз. Bo'zadir qishlog'ida 11-sonli oilaviy shifokorlar markazi hududdagi 5000 nafardan ortiq kishi salomatligi uchun mas'ul. Avvallari isitish uchun ko'mirdan foydalanishsa, o'tgan yili elektr isitgichlar o'rnatildi. Albatta bu ishlarda Jamila Pazilovaning hissasi katta. Биздин зданиябыз 70-жылдары курулган, анан бирок эмелери тамчы өтүп кыйналып атканбыз да. Biz joylashgan bino o'tgan asrning 70-yillarida qurilgan. Oxirgi vaqtda chakka o'ta boshladi. Hokimiyatga arzlandik, mablag' ajratib beramiz degan edi, biroq ajratishmadi. Keyin shu Jamila opaning tashabbusi bilan tomni ta'mirlab, sirtni ham bo'yaldi. Bundan tashqari Jamila opa bolalar bog'chasiga ham yordam berib, ular ham binosini ta'mirlab berdi. So'z yaxshi bo'lib qoldi. Bunday turgan emas dagы эле больницага окшоп жакшы болуп калды. Jamila көп эле нерселерди кылды. Детсадта эмелерди жасап, детсадкадан көп эмелерди кылды. Jamila Pazilova Suvboshi qishloq hukumatining lider ayollaridan biri. U qishloq kengashining 3 karra deputati, 5 yil qishloq rahbari bo'lgan. U 10 dan ortiq loyihalar yozib jamiyatga foyda olib kelgan. Burqan Mergenov atınдағы orta mektebining aylanasi to'sildi. O'zbekiston bilan chegaradosh joydagi Burqan Mergenov nomidagi maktab hududi to'sildi. Qora To'qay hamda Bo'z Adir qishloqlari elektr bilan ta'minlandi. Qora To'qay aylana, jana Bo'z Adir aylanasida jarqlantirib o'rnatildi. Lider ayol 60 yoshdan ortganda kompyuterni o'rgandi. Bilim qadrini yuksak bilgan ayol 7 farzandli bo'lgandan keyin oliygoh talabasi bo'ldi.
U hayotda ko'p qiyinchiliklar ko'rdi, hatto qonunni bilmasligi natijasida sudlandi ham. Biroq oldiga qo'ygan maqsadlari sari olg'a qadamini to'xtatmadi. Loyihalar yozishda davom etib, qo'shimcha imtihonlar orqali ularni amalga tatbiq eta boshladi. Ошол депутат болуп 3 созыв депутаттыкка шайлады элим ишенип 10-жылдан Xalq menga ishonib 3 marta deputat qilib sayladi. 2010-yildan 2016-yilgacha hukumat rahbari bo'lib ishladim. Boshimdan ko'p qiyinchiliklar o'tdi. Men qancha yoshlar uchun, xalqim, yerim uchun harakat qilsam, bahri dilim ochilaveradi. Yo'limdagi qiyinchiliklarga qaramasdan faqat olg'a shiori ostida ishlayman. Shunchalik men ору сыркоду унутуп, бир оор нерселерди унутуп туруп, алдыга деп иштейм. Jamila opa Botgan Umidi jamoat jamg'armasiga rahbarlik qiladi. U hozir barcha yashovchilarni suv bilan ta'minlab, qo'shimcha yana 2 ta qishloqqa suv olib kelish bo'yicha yozgan loyihasining natijasini hayajon bilan kutib turgan vaqtda, bundan 15 yil avval lider ayol xuddi shunday holatda bo'lgan. O'sha tuni menen uyqum kelbeydi. Qantkende men ушулар suv chiqarib olam. O'shantib жүрүп анан эмеге максатыма жетип, Баткенде каралды проектим. Баткенде өттү. Комиссиядан өттү, эшикте отурдук. Бир 10 проекттин ичинен 3 проект өттү. Бири менин проектим өттү. Анан 5 ошол проект өткөрүп алып 3-4 күн Баткенге барып келип 3-4 күндөн кийин келе жатсам, автобуста келе жатсам, бирөөлөр сүйлөп калды. Мына бужумда таза суу чыгарган учреждение бар экен. Оштон келиптир. Kechasi ham qanday qilsam shu suv chiqar ekan deb o'ylanaman. Men yozgan loyiha birinchi Batkenda ko'rilib, 10-loyiha yozganlarning ichidan 3 tamizni loyihamiz komissiyadan o'tdi. 3-4 kundan keyin Batkenga ketayotsam, avtobusdagilar Bujumda toza suv chiqaradigan joy bor ekan, o'shdan kelishibdi. Bugun Turondagi suvni chiqarib ketishar ekan deb qolishdi. O'sha yerda tushib qoldim. Toza suv chiqaradigan ruslar oldiga bordim. Borsam, ular o'z ishlarini tugatib turgan ekan. Keyin men ham toza suv chiqarishim kerak. Menda pul bor dedim. Ular mendan qancha pulim borligini so'rashdi. Men $3391 dedim. O'zi menda uncha pul yo'q edi. Keyin ular mayli chiqarib beramiz deyishdi. Ukamdan 5000 so'm berib turishini so'radim. U yaqinda Qozog'istondan kelgan edi. Nimaga ekanini ham so'ramasdan berdi. U pulga saylarga qo'yib, skajinaga keltirishlarini tayinladim. Kechasi bilan meni aldashmadimikin degan xayollar bilan uxlamay chiqdim. Ertalab turib bolamga qarab kelchi, ular kelishibdimi yo'qmi deb xabar olgani jo'natdim. 11-sinfda o'qiydigan o'g'lim velosiped bilan borib, ular kelib allaqachon ishni boshlashganini aytib keldi. Keyin kuyovimga suv chiqarib beramiz deganlar kelganini aytdim. Ikkimiz kelsak, ular chindan ham ishlayotgan ekan. O'zida yo'q xursand bo'lib ketdim. Ularga ovqat tayyorlash uchun qayinsinglimni oshpaz qilib oldim. Oradan 3-4 kun o'tgandan keyin tolerantlilik jamg'armasidan Robert Ovazbek va kelib, "Opa, siz nega boshlab oldingiz loyihangiz Bishkekdan o'tmay qolsa nima qilasiz?" dedi. "Men suvni baribir chiqaraman. Hayvonlarimni sotib bo'lsa ham bu ishni oxiriga yetkazaman" dedim. "Mening loyiham albatta o'tdi desam, qayerdan bilasiz?" deydi. Men tush ko'rganimni, tushimda tog'ni boshida turib ishchilarga buyruq berayotganimni aytdim. Uni jahli chiqib ketib qoldi. U vaqtlarda telefon yo'q edi. Qishloq bo'yicha bitta kontorada yolg'iz telefon bor edi. Skvajinada ishlayotsam, birov yugurib kelib, "Jamila opa, tez bo'ling, sizni telefonga so'rashyapti" deb qoldi. Kelsam, "Robert opa, loyihangiz o'tibdi, kelib pulingizni olib keting" dedi. Паста элдерге неме буйрук берип аттым дедим иштегиле деп. Значит, мен проектим өтөт дедим да. Анан эле кетти. Деп коюп ачып келип кетип калды. 3 күндөн кийин бул жерде каргол бар, ушу контордо. Ол убакта бир эле телефон бар эле. Контордо эле телефон бар эле. Анан чуркап бирөө баратат обедте, мен аларга обед жасап берип атам. Jamila чурка деди, десем сени чакырды телефондо. Чуркап келсем, Роберт, эже куттуктайм, уттуңуз проектти. Деп атпайбы? Сүйүнүп өзүм жер жарылына эмне болот десем, эртең келип акчаңызды алып кетиң деди. Botken viloyatiga qarashli Suvboshi qishloq hukumati O'zbekiston bilan chegaradosh maskanda joylashgan. Bu yerga damba qurilgani uchun suv sathi ko'tarilib, ulush yerlar, ekilgan sholalar suv ostida qolmoqda. Азыр көрүп турганыңардай мына дарыянын ошол 3-чү агып аткандын наркы эмеси, биздин эмеге чейин чегибиз. Ошентип ала баштаганда эл тынчсызданып, элдин үй жай, турак жайларын алып кетет эми. Ошо Картыкойду бүтүндөй эле алып кетет деп бызылдашып, анан мен ошол 13-жылы аракет кылып
Shu ko'rinib turgan 3-daryogacha bizning yerimiz. Shunday qilib suv olib ketavergandan aholi notinch bo'lib, Qorato'qay butun suv ostida qoladimi deganidan men 13-yili Bishkekka favqulodda holatlar vaziri Bo'ronovgacha kirib yurib damba qurdirganman. 14-15-yillari 2ta shpora qurilgan. Shu yili ham yana 2ta shpora qurilishi rejalashtirilmoqda. Biroq mablag' ajratilmasdan qurilmay qoldi. Hozir o'shalar bo'lganda biz tomonga bunchalik ko'p suv toshmas edi. 15-жылы 14-15-жылы құрылды. 16-жылға 2 шпора құрылмақ. Бұл жерге бір шпора. Ең үсті жағына ошол Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосын бөлүп турган чегараға 1 шпора құрылмақ. Быйыл акча каралбай ошо шпора калып калды. Ошо шпора калбаганда мына суу биз жака дагы жатып алмаган маселе да. Jamila opa barcha loyihalarni yozishdan oldin umr yo'ldoshi bilan maslahatlashadi. Ikkisi oila qurganiga 40 yildan ortdi. Ibrohim aka hamisha ayolini qo'llab, qo'lidan kelgancha unga yordam berib turadi. Bizde buna granisaga yaqin bo'lgandan granisada janjal chiqib turadi, tez topilgan. Bizga chegara yaqin bo'lgani uchun bu yerda tez janjal bo'lib turadi. Bu ayolim janjal chiqqan yerga borib, iloji boricha hammani tinch yashashga chaqirib turadi. Tez nima bo'ladi, ularni suylashib, barini yaxshi, biriga yaxshi muomalada yashatdi. Jamila opa qahramon ona, uning 5 nafar o'g'li, 2 qizi bor. Ishdan keyin nabiralarining erkalatib, tovuq qozlariga qarab charchog'ini yozadi. Anan uydagi baldarыңа ishensang, yo'ldoshыңа ishensang, qo'ng'ishlaring yaxshi bo'lsa, o'sha baldarыңdan o'tirgan turgan kirgan chiqqanda ko'z saladi. Farzandlaring yaxshi bo'lsa, kuyovingga, bolalaringga, qo'ni qo'shningga ishonsang, ular farzandlaringga qarab turishadi. Shu sabab ko'p vaqt ulardan meni ko'nglim to'q yuraman. Kuyovim yo'qligida qo'shnilarim qarab turishadi. Men ko'p ishlar bilan yurgan vaqtda ular farzandlarimni oshnonidan xabar olib turishadi. Жүргөндө ошолор да билет да, бул бизге бир иш жасайм деп жатат. Значит, биз бул балдарды эрте кеч кичине контролдоп, чай иштиңби, тамак жедиңби деп турушубуз керек деп ошолор дагы өздөрүнүн милдет кылып алат экен. Ayni vaqtda qahramon onaning 4 farzandi Rossiya davlatida ishlaydi. O'tgan yili ular onasining 60 yillik yubileyida o'g'il-qizlari kelib, nafaqada o'zi uchun ham yashashi kerakligini iltimos qilishib, qimmatbaho sovg'a hozirlashgan. Мага курорт не кереги бар? Элдин көйгөй турганда. Эртең менен чыгып кетем мен. Dagı ele canım tınbay. Ertalab chiqib ketaman. Menda tinch turishi yo'q. Kechgacha rejalashtirilgan ishlarimni hammasiga ulgurishga harakat qilaman. Hozir mana shu sizlar ko'rib turgan mashinani farzandlarim nabiralaringiz bilan aylanishlarga chiqqanda o'zingiz haydab yuring deb olib berishgan. Biroq men bunga ko'nmadim. Bara turgan yerlerge barıp жүрөбериңиz deb meni jo'n tushib olib berishdi, dagı men ko'nbeyim da. Jamila Pozilova chegaradagi aholini turmush tarzini yaxshilash uchun yana bir necha loyihalar yozishni rejalashtirgan. Lider ayolga xalq ishonchi va yaqinlarining qo'llovi hamisha kuch beradi.